Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Buvayda bank xizmatlari markaziga biriktirilgan Yuqori Mang'it mahalla fuqarolar yig'inidagi bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 10 gektar maydonga qulpina yetishtirish bo'yicha 288-kontur tanlab olingan. Ushbu konturda 60 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, Xalq banki Buvayda bank xizmatlari markazi hamkorligi asosida Yuqori Mang'it jilosi ishlab chiqarish kooperativ tashkil etilgan. Ushbu konturda yetishtirilgan mahsulotlarni sotish va sotib olish shartnomalari imzolangan. Bugungi kunda yetishtirilgan mahsulotlarni sotib olish, qayta ishlash, saqlash uchun barcha sharoitlar mavjud. Xalq banki biriktirilgan 288-konturda qulpina yetishtirish va ekish bo'yicha barcha ishlar tugallangan. Ushbu konturda mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha agrotexnik ishlar amalga oshirilgan. Yetishtirish jarayonida sug'orilgan tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Hozirgi kunda mahsulotlar pishib yetilib, sotuv rastalariga olib chiqilmoqda.